Trading sohasiga endi kirib kelyapsiz yoki trading bilan uje shug'ullanib turibsiz, ammo brokeringizga nisbatan ishonchingiz juda kam. Yaxshi brokerni qanaqa tanlashimiz kerak va yaxshi brokerlarda bizga nisbatan, ya'ni treyderlarga nisbatan qanaqa shartlar bo'lishi muhim va hozirgi yangi boshlab turgan treyderlarni 90% broker tanlashdagi xatolarni ko'rib chiqamiz. O'rtoqlar, bu videoda biz shunchaki yuzaki ma'lumot emas, balki tajribaga asoslangan chuqur tahlilni sizga bermoqchimiz. Broker bu siz va birja o'rtasidagi vositachi. Siz New York birjasiga borib, o'zingiz aksiya sotib ola olmaysiz. Buning uchun broker sizga platforma, hisob raqam va savdo instrumentlaridan foydalanish imkonini yaratib beradi. Bir qarashda oddiy ko'rinadi, lekin muammo shundaki, brokerlar har xil bo'ladi va qaysi birini tanlashingiz sizga hamma narsani belgilab beradi. Xarajatlar, order bajarilish tezligi va eng asosiysi pulingizni xavfsizligi. Sodda qilib aytganda, yaxshi broker bu sizni sherigingiz, yomon broker bu sizni yo'qotishlaringizdan foyda ko'radigan raqibingiz. Xo'sh, keling do'stlar, asosiy masalaga o'tamiz. Broker tanlashning 4 ta asosiy qoidasi. Birinchi qoida litsenziya va regulyatorlar. Birinchi va eng muhim narsa brokerning litsenziyasi. Regulyator esa bu broker sizni pulingizni olib qochmasligi uchun nazorat qiluvchi davlat organidir. Dunyodagi eng qattiq nazoratga ega va eng ishonchli regulyatorlar Buyuk Britaniya, AQSh, Avstraliya va Kiprda joylashgan. Agar brokerda umuman litsenziya bo'lmasa yoki litsenziya biron bir orolda berilgan bo'lsa, masalan Vanuatuda, bu katta ehtimollik bilan brokerni firibgarligidan dalolat beradi. Qanday tekshirish mumkin? Regulyatorni rasmiy saytiga kirib, broker nomini qidiruv satriga kiriting va 2 daqiqada barcha ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Ikkinchi qoida, broker turlari. Brokerlar turlicha ishlaydi va bu ular sizni yo'qotishingizdan foyda oladimi yoki yo'qmi degan savolga javob beradi. Market maker, bozor yaratuvchi. Broker ichki bozor yaratadi. U sizga qarshi turadi. Siz yutdingiz, broker yutqazdi. Siz yutqazdingiz, broker yutdi. Aynan shu yerda manfaatlar to'qnashuvi yuzaga keladi. STP tizimi. Broker sizning orderlaringizni to'g'ridan-to'g'ri likvidlik ta'minotchilariga uzatadi. U sizning yo'qotishlaringizdan emas, balki spreaddan daromad ko'radi. Bu esa ishonchli hisoblanadi. ECN sistemasi eng yuqori daraja. Siz bozorni boshqa ishtirokchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri savdo qilasiz. Spreadlar minimal bo'ladi, lekin broker har bir savdo uchun komissiya oladi. Do'stlar, ECN yoki STP brokerlarda ishlasangiz ancha ishonchliroq bo'ladi va akkauntingiz blok bo'lishining ehtimoli kamroq bo'ladi. Uchinchi qoida, savdo shartlari. Keling endi aniq raqamlarga o'tamiz. Savdo shartlarida nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Spread bu sotib olish va sotish narxi o'rtasidagi farq. ECN hisobda yevro-dollar valyuta parasi bo'yicha normal spread 0,1-0,3 punktni tashkil etadi. Agar sizga yevro-dollar bo'yicha 2-3 punkt spread taklif qilinsa, bu juda ham qimmat hisoblanadi. Komissiya. ECN hisoblarida odatda lot boshiga 2 tomonga 3-7 dollar olinadi va bu normal hisoblanadi. Keyingisi esa swap. Swap bu pozitsiyani bir savdo kunidan ikkinchi savdo kuniga o'tkazish uchun to'lov. Agar siz intraday savdo qilsangiz, bu siz uchun unchalik muhim emas. Ammo siz ko'p muddatli, uzoq muddatli savdo qiladigan bo'lsangiz, bir necha kun davomida ushlangan pozitsiya daromadingizni kamaytirib qo'yishi mumkin. Depozit miqdori. Minimal depozit yaxshi brokerda 100-200 dollardan boshlanishi mumkin. Agar birinchi depozitdan 1000 dollar talab qiladiganlar bo'lsa, ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'ladi. 4-qoida esa mablag'ni chiqarish va qo'llab-quvvatlash tizimi. Qanday chiqarish usullari mavjud? Karta, bank o'tkazmasi, kriptovalyuta. Chiqarishga qancha vaqt talab qilinadi? Me'yor 1 kundan 3 kungacha va chiqarilayotgan vaqtda qancha komissiya olinadi? Agar broker chiqarishni kechiktirsa yoki har bir operatsiya uchun ko'p hujjat talab qilsa, bu jiddiy ogohlantirish belgisi bo'ladi. Shuningdek, qo'llab-quvvatlash xizmati. Hisob ochishdan avval ularga yozing qanchalik tez va malakali javob berishadi. Tekshiring. Bu kompaniya haqida ko'p narsani aytib bera oladi. Do'stlar, brokerni qanday tanlash kerakligi haqidagi 4 ta asosiy qoidani ko'rib chiqdik. Lekin bu faqatgina yarim edi. To'g'ri savdo uchun aynan sizga qanday shartlar zarurligini muhokama qilamiz. Orderlarni bajarish tezligi.
Azizlar, bozorda har bir millisoniya ahamiyatga egadir. Ayniqsa yangiliklar yoki scalping bo'yicha savdo qilsangiz. Siljish yoki narx sirpanishi bu nima? Deylik, siz 1205 narxdan sotib olmoqchisiz, lekin order 1210 narxdan bajarildi. 5 pip farq esa bu sizni pulingiz. Yaxshi broker minimal yoki umuman siljishsiz ijroni ta'minlaydi. ECN va STP brokerlar buni yaxshiroq uddalaydi. Keyingi masalamiz esa serverlar barqarorligi. Tasavvur qiling, siz savdodasiz, bozor siz tomonga harakat qilmoqda va to'satdan platforma muzlab qotib qoldi. Bu treyderning eng qo'rqinchli holatlaridan biri hisoblanadi. Bunday holatlarga tushmaslik uchun tekshiring, brokerda zaxira serverlar mavjudmi? Uptime, uzluksiz ishlash vaqti qancha? Yaxshi broker 99.9% ni ta'minlaydi. Keyingi masalamiz esa mijoz mablag'larni ajratish. Bu shuni anglatadiki, sizni pulingiz brokerni operatsion mablag'lardan alohida saqlanadi. Ya'ni, agar broker bankrot bo'lsa, sizni pulingiz umumiy kassaga kirmaydi. Litsenziyaga ega brokerlar buni qilishga majbur. Ammo litsenziyasi bo'lmagan brokerlar esa buni ta'minlashga majbur emas. Kerakli instrumentlarga kirish. Broker aynan sizga kerak bo'lgan instrumentlarni taqdim etishiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Hisobotlar va savdo tarixi. Yaxshi broker sizni barcha savdo tarixingizni to'liq taqdim etib bera oladi. Bu tahlil va soliq hisoboti uchun muhim. Savdolar qulay formatda eksport qilinishi kerak bo'ladi. Do'stlar, endi esa bu sohaga endi kirib kelayotganlarning 5 ta eng ko'p yo'l qo'yadigan xatolarni ko'rib chiqamiz. Birinchi va eng ko'p tarqalgan xato: bonuslar asosida broker tanlash. Misol uchun, hisobingizni to'ldiring va 100% bonusni oling degan reklamani siz ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Bu esa katta ehtimol bilan sizga qo'yilgan tuzoq bo'lishi mumkin. Oddiy qilib aytganda, bonuslar deyarli har doim murakkab shartlarga ega bo'ladi. Bonuslarni chiqarish uchun juda katta hajmdagi savdolarni amalga oshirish talab qilinadi. Bu jarayonda siz o'z depozitingizni yo'qotishingiz mumkin. Bu holatda eng muhim qoida: brokerni savdo shartlari asosida tanlang, aksiyalar asosida emas. Ikkinchi xato: litsenziyaga e'tibor bermaslik. Menga litsenziyamdan nima keragi bor? Asosiysi spread past bo'lsa bo'ldi-ku degan fikr bilan ko'pchilik treyderlar litsenziyasiz brokerlardan hisob ochishadi. Muammo shundaki, keyinchalik broker o'z faoliyatini to'xtatishi mumkin va sizni hisob raqamingizni ham muzlatib qo'yishi mumkin. Oddiyroq qilib aytadigan bo'lsa, litsenziyasiz yoki litsenziyasi noaniq bo'lgan brokerlar past komissiya, nol spread bilan jalb qiladi, lekin vaqt o'tib yo'qolib ketish xavfiga ega bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, har doim litsenziyani tekshiring. Regulyator saytida 2 daqiqa sarflash depozitni yo'qotish xavfini kamaytiradi. Uchinchi xato: demo hisobni sinab ko'rmaslik. Ko'plab yangi boshlovchilar darhol pul kiritib savdo qilishni boshlashadi. Demo hisob esa e'tibordan chetda qoladi. Bu platformani qanchalik tez ishlashi, spread va swap miqdorini aniqlashda kerak bo'ladi. Demoda siz ushbu broker bilan ishlash qulayligini ham tushunib olasiz. Eng to'g'ri yo'l real hisobda savdo qilishdan oldin kamida 1-2 hafta demo hisob raqamida savdo qilish kerak. To'rtinchi xato: broker saytidagi odzivlarga ishonib qolish. Deylik, broker saytida 5 yulduzli 500 ta odziv bor. Bu sharhlar broker tomonidan yozilgan yoki freelancer birjasidan sotib olingan bo'lishi mumkin. Haqiqiy odzivlarni qayerdan izlash kerak? Trustpilot saytidagi salbiy odzivlarga e'tibor bering. Reddit saytida esa jonli muhokamalar, treyderlar forumlari bo'lib o'tadi. Tekshiruv jarayonida odatdagi shikoyatlarga e'tibor bering. Chiqarishdagi kechikishlar, kotirovkalar bilan manipulyatsiya, muhim paytlardagi platformaning muzlashi. 5-xato: yashirin komissiyalarni e'tiborsiz qoldirish. Bizda savdo qilish oson, spreadlar mavjud emas kabi reklamalarni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Yangi boshlovchi treyderlar bu xabarni eshitib xursand bo'lishadi va o'sha brokerdan hisob raqam ochishga shoshishadi. Ammo savol berishimiz kerak. Agar spread bo'lmasa, komissiyalar mavjud bo'lmasa, brokerni xizmat ko'rsatishdan qiladigan foydasi nimada? Har doim yodda tutishimiz kerakki, spread, komissiya, swap bo'lmaydigan bo'lsa, broker sizni zararingizdan daromad ko'rishi mumkin. Do'stlar, yuqoridagi qoidalarga va ko'rsatmalarga amal qilsangiz, o'zingizga mos brokerni topishingiz mumkin. Do'stlar, eslab qoling, broker sizning savdo poydevoringiz hisoblanadi. Yomon poydevor hamma narsa qulab tushishiga sabab bo'ladi, hattoki savdo strategiyasi mukammal tuzilgan bo'lsa ham. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'lib qo'ying va keyingi videolarimizda qaysi mavzuni olib chiqishimizni yozib qoldiring.